2026-yil mana 7-iyun sanasi, xudo xolasa, yana Surxondaryo Denoda ona bola sigirlarimiz yana trendda zvezda ketyapti, xudo xolasa. Savdo avjida 4-iyun kuni qo'yilgan mollarimiz hamma sotilib ketdi. Yangi partiya mollarimiz keldi. Eskisi ham bironta yo'q bu yerda. Ona bola sigirlarimizning narxlari bilan tanishtirib davom etamiz. Mana bismillah deb, mana sigirimiz. Nechinchi bolasi bu? Mana tishi yo'q deydigan aka-ukalar, mana tishlarini ochib ko'rsatamiz. Tishlari mana paki bo'lib turibdi, lezva. Bolasi urg'ochi. Bolasi urg'ot, karpat, buzoqcha. Nechta suti bor buni? 8 dan so'ng. Yuvoshligi qanday? Yuvoshligi mana o'g'il bola sog'ayapti, zipillatyapti mana. Mana bismillah deb shampan bo'lib oqyapti mana. Endi o'g'il bolani qo'ldan kelgani shuda endi. Narxi qancha buni? 33 million. 33 million so'm kam bor. Nechinchi bolasi bu? 3-qorin yana aka qo'yilgan, endi uni Alloh biladi aka, olgan. 3-qorin yana bo'g'oz. Xudo xolasa mana shu sigirimiz 33 million so'm deyapmiz, kelishtirib beramiz. Bu sigirimiz nech pul g'uncha? 3-qorin aka. G'unchani sal reklamaga yoring deb tortib yoring polvonni. Ho'kizini torting polvon. Ona bola sigirda asali mana. Elita ona bola g'unojin buzoqcha. Birinchi bolasi mana. Bolasi mana shved buzoqcha. Simba. Simbacha. Mana sigirimizning holati o'ta go'zal, ideal holatda turibdi. Birinchi o'zini radnoy bolasi. Narxi qancha bu radnoy? 29 million. 29 million so'm, yana kami bor. Nechta sutga garantiya bu? 29 da yana aksiyasi bor. 6 ta sutga olsin aka. 6 ta sutga, 10 ta 20 ta demaymiz. 6 ta sutga 29 million so'm, mana bolasi erkak, oyog'ida oq, peshatlari bilan turibdi. Birinchi bolasi buzoqcha. Keyingi sigirimiz nech pul? Bu ham g'unojin bor, yosh. Bolasi ham urg'ochi bo'lgan bilan qarang aka. Bolasi urg'ochi. Savolardan. Birinchi bolasi 25 million 500 ming so'm. O'zbekistonning ichiga 25 million 500 ming ichiga dastlabki qilaman aka. O'zbekiston viloyatiga 25 million 500 deyapti, bolasi urg'ochi, birinchi bolasi. 5 kunlik bolasi. 5 kunlik mana kindigi bilan turibdi. Qiziqqan chorvador aka-ukalar juda yaxshi biladi buni. 7 ta 8 ta sutga olsin aka. 10 ta 20 ta demaymiz, 7 ta 8 ta garantiya. Narxi 25,5 million so'm kelishtirib beramiz. Bu sigirimiz nech pul? Ikkinchi qorin aka. Bizoq erkak. Baqir yetalanglar ham. Mana sigirimizning holati. Nechinchi bolasi? Ikkinchi holat, ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi mana. Bolasini bir yetalangchi, negativlar o'ziniki emas, radnay bolasi emas ham deyapti-da. İpini qo'yavering, polvon, molni ipini qo'yavering. Tortyapti endi deb o'ylaydi mana. O'zini mana radnay bolasi mana. Sifatini oling aka. Gap yo'q mana. Nechta sutga garantiya bu? 8 ta sutga 29 million 500 ming so'm. Bolasi erkak. Bolasi erkak. Polvon bolasini yerga qo'ying. 4 kunlik mana buzoqcha. Erkak. Narxi qancha? 29,5, yana kami bor. Xayriga yana o'tamiz. Bu sigirimiz nech pul? Bu bizoq 2,5 oylik aka. 2,5 oylik chiroyli mana uzuk ko'zga buzoqcha. 13 kun 20 kun bo'ldi aka, o'tizga qo'ydim. Yana Qo'ydim. Tishini ko'rsating. gap yo'q. Nechinchi bolasi bu? 3-qorin aka, ko'rsataman hammasini. 3-chi bolasi mana 10-chi, 20-chi bolasi deydiganlar mana tishini tushunadigan aka-ukalar mana. deb yozyapti-ku aka. Nechta sutga garantiya bu? 8 dan so'ng ko'rib olsin. 4 ta sutkasi ham ishlaydi. Aka bitta nuqsoni bo'lsa molni yetim. Narxi qancha buni? 24,5 million. 24,5 million so'm. Aksiyasi yana davom etamiz, yana qayerga o'tib beramiz. Zoni paradasini ol. Zoni qarang, urg'ochi erkakdan ziyod. Bu karpat sigirimiz nech pul? Aka egiz deydi-ku. Aha. Egiz desa shuni olsin aka, egiz. Egizim bolalari. Ikkita buzoq bilan olsin aka. Ikkita buzoq mana, egiz, ona bola. Olsin aka. Tishini ko'rsa. Narxi qancha ona bola egizni? Tishini ko'rsa. Egizni narxi qancha? Aka bundayda 32 million so'm bersin aka, olsin ikkita buzoq. 32 million so'm mana tishlari pakiday. Ikkinchi bolasi, ikkalasi ham egiz mana buzoqchilari. Yo, 3-chi bolasi aka. Uchinchisi ekan, salada ashibman, uzr. Nechta sutga garantiya bu? Aka ikkita buzoq beryapti, 5 ta 6 ta sog'yapti. Aka hozir sog'ilma holat aka, ranesi holat. Hozir bayladik buzoqni. Ikkita buzog'i bilan Sog' ko'rsa 32 million so'm kami bor mana. Qiziqqan aka-ukalar mana 4 ta sutkasi ham ishlaydi. Ikkita bolasidan tashqari yana 6 ta sut berar ekan. mana sog'ar aka. Ko'rsa. Mana yuvoshligi vobshim yuvosh. Mana o'g'il bola zinglatyapti, endi sal o'g'il bolaga nima bo'lyapti? Bu nech pul narxi? Aka puli yengil degan insonlarga. Aka 45 million. Ikkilasi 45 million so'm. Aka 3-chi bor. Uchinchi bolasi.
7'de 8'den üstü. 7-8 suti bor. Bolalar erkak urg'ochi. 3 kunlik mana buzoqchalar 25 million so'mdan kami bor. Nechinchi bolalari? Qancha? 22,5 dan ekan. Ikkalasi 45 million so'm. Qiziqqan aka-ukalarga pastda raqamlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin.